Assalomu alaykum o'rtoqlar. Do'stlar, xonimlar va janob gentlemenlar. Urganch Xanqa yo'li. O'ng tarafimizda shahar prokuratura. Do'stlar, bugungi videorolikimiz mineral o'g'itlarga boshlanadi. Yodingizda bo'lsa, 9 nahrida svetoforga yetmasdan burun chap tarafda do'kon joylashtirdik. Kimyoviy vositalar. Shu do'kon do'stlar, xudo xolasa yakunlashdi. Chap tomonda joylashgan o'rtoqlar. Bo'ng taraf, o'ng tarafimizda Avir yo'li, obxodnoy. Bo'ng taraf shahar prokuratura o'rtoqlar. Alasa laykushatdan chiqmasin, bosamiz, ancha murabbasini chiqaramiz. Xudo xolasa eng arzoni, eng sifatlisi shu do'konda joylashgan. Bir qator ko'rsatib o'tamiz. Bundan tashqari mineral o'g'itlar ham bor bu yerda. Svetofordan o'tib turib, 50 metr yurib, chap tomonda joylashgan o'rtoqlar. Kimyoviy vositalar. Xudo xolasa yakunlashdi bu do'kon. Yakunroq bo'ldi. Bir qator tanishtirib o'tamiz. Assalomu alaykum. Muratjon, yaxshimisizlar? Yaxshimisiz? Farmonlar. Yaxshimisiz? Yaxshi. Tabriklaymiz. Yangi manzil bilan. Rahmat. Ko'chdingizmi beri? Aman, beri ko'chdik. Aha. Yıkılış bağlılık sahibi bu tarafı köçtük. Zaten kısa kozalkı dağlarını hemen biledi. 5-6 yıl oldu yan tarafta satamam. Necha yangiliklar bor endi sizda? Arzonchilik? Xudo xolasa budayni girbisitleri, hazır sezon udobrenelari, ishga o'xshagan dog'lari keldi. Imunda Grand Star Plus degan dog'larimiz bor. Qani yoki ro'yxatga ko'rsating qani? Grand Star Plus degan dog'imiz bor. Budayni begona o'tlarga qarshi budayni içinde 1 yillik boshaqli begona o'tlarni o'ldiradigan narsa. Entopik degan narsamiz bor. İçinde sülüsü, pülüsü ikkisini qo'shib bo'lsa, suli degan narsalarni hammasini oladigan narsa. Buning instruksiyasi bormi do'stim? Instruksiyasi bor. O'zini qo'shib urib beraverasizmi? O'zini, masalan, gektarlar odenda sapiladi. Kichkina yerlari apparat, arka apparatda sapiladi. Hammasini oddenli rasxodlari bor. Neden bo'ldi shu? Tak, bu shishami, flakonmi? Shu bir flakonni biz hozir 350 ming so'mdan berib turibmiz. Hozirgi vaqtda yarim kilosini o'zi 700 ming so'mdan. Kichkina apparatlari, masalan, 10 sotik joylari 5 ming so'mdan. Kichkina nalardan. Yerni mahsuloti bu, Jasurbek? Bu Xitoy mahsuloti hamma. Original mahir? Original narsa. O'ldirmaymi axir? Yo'q, umuman javob beramiz ishimizga. Gelip maslahatli boy vaqt telefon so'rasalar ham maslahat. Yordam berasiz. Maslahat bo'yicha. Ha. Yangi nalaringiz bor, vositalar. Vositalardan bu taraf hammasi, Aha. bahor keldi, qurtlar uyg'onish vaqti, hammasi qurtlari bilan Ruslan. Etap sapiladigan, masalan, past foizdan baland foizga qarab borilaveradi, har qaysini vaqti bor sapiladi. Har xil dorilarimiz bor. Assortiment ko'p. Assortiment ko'p. Qishloq xo'jaligida kerak narsani hammasi bor. Karbamid, fosfat, ammiak, karbamid, ammo fos degan narsalar ham kilo olib beraveramiz. Xalqalab, kilolar ketaveradi. Ketaveradi. Endi top crop degan narsamiz bor. Budayni zang zamburug' kasalliklarini ishlaydi, fungisid narsa bor. Hozirgi vaqtda sariq dog'lanish shunday narsalar ishlaydigan narsa. Hozir kelsalar bilan litr 350 ming so'mma 4 gektar yetadi 1 litr. Fermerlarga, kichkina yerlarga farqi yo'q, hammasini bo'lib xizmat ko'rsatamiz. Tarakan ham qarshi dori bormi sizda? Tarakan, qarınca degan o'zlari ham bog'lar ham bor. Endi o'sha assortimentda ko'p kelaverasizlar.
He, tarakana karşı ekan. Tarakana karşı. Faz dubl 2. İşletmedim lekin zo'r ekan bu. Ha. Fenoksidan bor ekan. Yaxshi narsa. Bunda en topiklayni. Hozir fermerlarga kerak narsalar ustalar. Demek udobreyalar bor. Türkiye'nin mahsulotı kristalon. Sostav chiqimda? Sostavı azot, fosfor, kaliysi var içinde. O, hammasi bor ekan posh ya. Gerek yo'q. Posh değil, en köpü 15%, 30%, 15% azot, 30% fosfor, 15% kaliysi var içinde. Dostum 25 kiloni olsak, necha gektar yetadi bu? 25 kilosu hazır vaqtda 25 hektar yetadi. Kichkina buğdayları 1 kilodan sepiladi bu. İyi buğday ketayan sayi kilo ko'paytirilib, urilib borilaveradi. Yeni mahsulotı bu? Bu Türkiye'nin mahsulotı. Türkiye. Bunda Germaniyanın mahsulotı var, çelek. Hazır vaqtda 3 kristalon bilan ikkisini qo'shib berib turibmiz. Buğdayning udobreniyasini buni bir chelakka 5 gektar yetadi. İçi paraşok holatda gektarni 200 gramdan uriladi bu narsani. Ana. 1 kilo ekan bu. 1 kilo narsa bu. 1 kilosi 5 gektar yetadi bu narsani. Rossiya. Rossiya. Aha. Alan Rossiya, Germaniya savmesini ishlayan narsa. Bu ne o dostum? Şu an maddesi. Proklem degan narsa yonjani hozir yonja asosiy masala chiqib turibdi. Kurtu toza yonjani yeydigan vaqtda. Shu narsani kurtini o'ldiradi, o narsa bu proklemda. Öldürem ahır onu. Öldüradi. mi? Geçseler sapsala öldüradi. Şunlarla yine dostlar geleverasizlar. Ne paketi ne olgan bu? Paketlar, bular mikroelementlar, donlar yashidan qatıllayna gullar bilan shug'ullanadi. Shular kichkina bo'lingan udobreyalar bular. Ular ham kelaveradi, ular ham gullarni o'stiraman desa, ular ham liboy narsasi bor, kichkina bo'linganlar. Vaqtasi kelaveradilar. Titan degan narsamiz insektisid. Hozir shirinja tushmadi, lekin shirinja tushadigan vaqtga qarab sepilsa shirinjani o'ldiradi, kurt kumursqa qarshi narsa bor. Bunda glifosatimiz bor, vegan o'tlarga qarshi 5 kilo narsa bo'ladi bu. Hozirgi vaqtda ekilmasdan burun sepsalar 1 yil mobaynida o't chiqarib mindirishga yordam beradi o narsa bu. Liboy o'tni, masalan, vegan o't bo'lsa, vegan o'tni damori bilan, tomiri bilan quritadi o narsa bu. Qaytib chiqmaydi, ha? Ya chiqami? Chiqmaydi, yo'q, qaytib chiqmaydi. Bular buğdayni, masalan, 1 gektar, masalan, bu flakonda katta flakon edi bu. Bu shuni 1 gektari bo'lingan xili bu. 1 gektar fermerlar udobniy bo'lishi uchun 1 gektardan bo'lib qo'yibmiz, to'g'ri borib 1 gektarga sapish vaqtida aralashtirib ishlatib beraveradilar. Ana. Tushunmaydigan bo'lsa, liboy vaqti telefon ursalar, maslahat beramiz. Bunda gül darılar ham sizda topiladi, ha? Hamma dorisi xudo xolasa topiladi. Ya dostlar, evet. Atızlarınız bo'lsa, gullarınız bo'lsa, kelaverasizlar. Jasurbek kana, to'g'rimi? Ha. Yordam berib beradi. Xudo xolasa yordam berib beradi. Ana. Telefonlar liboy vaqti, liboy savollarga javob beramiz. Optim bo'lsin, shtushli bo'lsin, kichkina bo'lsin, bizga farqi yo'q. Arzon narxda berasan. Arzon narxda kelishtirib xudo xolasa. Infoda kelsangiz o'rtoqlar skidka bor. Skidka bor. Mana. Xorazm infodan deb kelsalar, обязательно skidka bor.